2000 оборотda уже 300 skorost ko'ryapti. 30 tezlikda. To'g'ri ko'ryapti. Xo'p, bizga Gentra kelgan. Okey, mashinam yaxshi yurmayapti. Skorostdagi urishlarda muammo bo'lyapti. Cho'zib uryapti. Rasxodlari baland, razgorlari juda silab ketyapti. Reklamadan ko'rib keldim. Programma qilib bering deb keldilar. Programma qilishdan oldin biz birinchi buni tekshiramiz. Nima baland ishlayapti. Xo'p. Zaslonka baland ishlayapti. Foizi bu to'lib ketgan. Programmadan keyin оборот o'ynash bo'lib qoladi o'zidan o'zi. Switchlar ozgina ishlash noto'g'ri ko'rsatyapti. Hozir hammasini bitta полный profilatiga qilib, hamma kamkostini qilib, programmalarni qilib beramiz. Videoni oxirida yurishlarni, razgorlarni okamizdan o'zidan eshitamiz qanaqa bo'lganini. Oxirigacha ko'ringlar. Kimgadir manfaatli bo'lsa, bizni xursandmiz. Gentrasi bor tanishligi o'zingizlar otib ko'rasizlar. Gentramiz tayyor bo'ldi. Hozir korobka motor programmasini qildi. Hozir Skorostga necha оборотda urishlarni tekshirib beramiz. Okey, yuring. 2000 оборотda уже 300 skorost ko'ryapti. 30 tezlikda. To'g'ri ko'ryapti. Unda mashina ekonomishli bo'ladi, ortiqcha bo'kirmaydi. 2,5 mingga bormasdan skorostlarni alishtiryapti. Razgorni ham tekshirib ko'ramiz. Bos skorni ham. Yurishlar qanaqa aka? Razgorlari ko'ngildagidek. bo'ldi, yoqqanimizda xursandmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, telefon qilaverasizlar, yonimda sog'miz.